Salom qizlar, sizlarga va'da berganimdek kunlik makiyajni ko'rsataman hozir. Yuzni tozalaymiz oddiy mitilyarka bilan. Qizlar, mitilyarkani ichida makiyajni o'chiradigan, to'g'ri o'chirib tashlaydigan nimasi bor. Endi mitilyarkada o'sha makiyaj o'chirish uchun makiyaj o'chirib bo'lgandan keyin обязательно yuzimizni yana tozalab tashlaymiz. Oddiy влажный salfetka bilan tozalayman. Bu yuzimda ozgina makiyaj bor edi, o'chirib sizlarga ko'rsatib berish uchun o'chirib chiqyapman. Mitilyarkani artib tashlayman, yuzimda qolgan mitilyarkani artib tashlayman. Tushimni o'chirmayman. Tush qo'yishni bilasizlar, ko'zimda tush bor. Yuzim hozir yog'li yuz, meniki yog'li yuz uchun ko'rsataman. Quruq yuzlarga keyin yana обязательно olib beraman video. Yuzim yog'li bo'lganini hisobiga men faqat pora yopadigan nima ishlataman? Mana kosmetika magazinida bor. Agar kimda yuzida pora bo'lsa, bu faqat poraga. Agar bo'lmasa surtish shartimiz. Porasi bor yuzlarga tiniq silliq chiqish uchun bu. Tonalniy krem. Bo'ldi, endi tonalniy krem. Menda lik yuzim yog'li bo'lgani uchun bu barxatli tonalniy krem, o'shaning uchun shuni ishlataman. Kestichka bo'lmasa, qo'lda tez surib tashlasang bo'ladi. Qo'limiz sponj vazifasini bajaradi. Ko'zni ustiga hech qanaqa baza ishlatmayman, o'sha tonalniy kremni ko'zni ustiga ham surtaman. Ko'zni tagiga ham. Yuqa yoyganim uchun sponj kerak emas, ustidan tekislab sponj qilib yotmayman. Endi pudra. Farqi yo'q, qanaqa pudra ishlatsalaring ham, menda rassipchатый pudra, kompaktniy pudra bo'lsa ham bo'ladi. Bu yuzni matvi xohlaydiganlar uchun pudra ishlatsalaring bo'ladi. Men yuzim yog'li, agar pudra ishlatmasam, keyin yana ham yaltillab ketishi mumkin. O'shaning uchun pudra обязательно ishlataman men. Qizlar, короче, kestichkam ishxonada qo'lim bilan surtishga harakat qilaman. Bu rumyani. Ozgina baribir kerak yuzimizga. Menda highlighter. Farqi yo'q, produktlarni ko'rsating deyish shart emas, xohlagan produktlarni olib ishlatsa bo'ladi. Menda MAC. Highlighterni ko'zimda burchagiga ham qo'yaman. Bu o'zimda kunlik qiladigan makiyajim. Ozgina burun ustiga. Qoshga fiksator обязательно. Xohlagan fiksatorni olsalang bo'ladi. Ingletniki ham hozir juda yaxshi chiqibdi. Ingletnikini ham olib ishlatsalaring. Qoshga men bu qalamdan ishlataman. Bu Vivienne Saboniki, yonida shotkachasi ham bor. Qoshimda deyarli bo'yamayman, faqat dum qismiga ozgina, chunki oldi qismiga nisbatan dumida rang yo'q qoshimda. 5 minutda tayyor bo'ladigan makiyajga bu idealni to'g'ri keladi. Bitta chiziq shotochka tomoni bilan o'shani tepaga tarab olamiz. Hammada qosh muammo, qosh bo'yashni o'rgating. Qosh bo'yashni o'rgatganman, lekin yana ham o'zim qiladigan uslub mana shunaqa bo'ladi. Ko'zni ustiga xohlagan ten, bu ham qo'lim bilan, ataynalab qo'lim bilan ko'rsatyapman, chunki ko'p qizlar kestichka ishlatmaydi. Sendan farqi yo'q, qanaqa bo'lsa ham. Menda glitter aralashgani Huda Beauty'niki. Hozir ko'zingizga qanaqa ten surdingiz deganlar uchun Huda Beauty bu. Ko'zimga qalam surtishimni ko'raman, qalam qo'ymaganman. Tushim bor. Ustidan yana qo'yishim mumkin tenda. Opachalari tushgan bo'lsa agar. Ko'zi dumaloqchalarga strelka chizish maslahat bermayman, chunki ko'zi dumaloqchalarga unaqa yarashmaydi. Mening ko'zim ham dumaloq bo'lgani uchun strelkani umuman yoqtirmayman. Konturam Sensoulniki. Labimga konturam uncha-munchaga ishlatmayman, bu ham onda sonda. Dior'da blesk. Blesk farqi yo'q, mana Dior'dagi bo'lish shart emas. Xohlagan labga qo'yiladigan bleskda. Kunlik makiyaj tayyor. O'ylamani shunaqa chiroyli yurishlaring mumkin. 5 minut ichida.